2020-yilda dunyo bo'yicha energetik ichimliklar bozori qariyb 46 milliard dollarni tashkil etgan. Bugungi kunga kelib esa bu raqam 70 milliard dollardan oshdi. Lekin bu o'sish orqasida juda xavfli bir narsa yotibdi. Qaramlik va sog'liq muammolari. AQSh zaharlanish markazi, ya'ni Pollution Control Centers ma'lumotlariga ko'ra, yiliga 10 minglab murojaatlar energetik ichimliklar tufayli qayd etiladi va ularning katta qismi yurak urishi va qon bosimi bilan bog'liq. Hattoki so'nggi yillarda energetik ichimliklar bilan bog'liq o'nlab holatlar ham qayd etilgan. Xo'sh, savol tug'iladi. Nega bu oddiy ichimlik shu qadar odamni o'ziga qarab qilib qo'ymoqda? Energetik ichimlik nima va nima uchun ichiladi? Energetik ichimlik bu hushyorlikni oshirish, charchoqni kamaytirish va diqqatni kuchaytirish uchun ishlab chiqilgan stimulyator ichimlik. Odatda u gazlangan, shirin ta'mli bo'lib, asosiy tarkibida kofein, shakar, taurin, guarani va ba'zan B guruh vitaminlari bo'ladi. Kofein energiyaning asosiy manbai, uyquni bosuvchi retseptorlarni bloklaydi, hushyorlik va diqqatni oshiradi. Shakar tezkor energiya beradi, lekin keyinchalik esa charchoqni keltirib chiqaradi. Taurin va guarana asab va mushak faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi moddalar bo'lib, kofeinning ta'sirini kuchaytiradi. B vitaminlari organizmda energiya almashuv jarayonini tezlashtirishga yordam beradi, lekin asosiy ta'sirini baribir kofein belgilaydi. Energetik ichimlikni ichgandan keyin odatda 15-30 daqiqa ichida ta'sir boshlanadi. 1 soat ichida eng kuchli bosqichga chiqadi va 3 va 6 soat davomida sekin pasayib boradi. Bu ichimliklarni asosan talabalar va o'quvchilar, uzoq yo'lda safarga chiqadigan haydovchilar yoki seminarli ishchilar, ofis xodimlari, ba'zilari esa shunchaki odat yoki ta'mi yoqqani uchun ichishadi. Organizmga ta'siri qanaqa deydigan bo'lsangiz, energetik ichimliklar qisqa vaqtda energiya beradi, ammo bu natija tanaga qimmatga tushadi. Ularning asosiy tarkibi kofein va boshqa stimulyatorlar yurak va qon tomir tizimiga bevosita bosim qiladi. Kofein adenosin deb ataluvchi uyqu signalini bloklaydi. Shu bilan birga adrenalin chiqarishini kuchaytiradi. Natijada yurak tezroq uradi, qon bosimi ko'tariladi, yurak mushaklari odatdagidan ko'proq zo'riqadi va aritmiyalar paydo bo'lishining xavfini orttiradi. Bu ayniqsa yurak kasalligi bor odamlarda yuqori dozada ichilganda yurak xuruji yoki qon bosimini keskin ko'tarishiga olib kelishi mumkin. Asab tizimiga ta'siri ham juda sezilarli darajada. Odamda bezovtalik, asabiylik, qo'llar titrashi, uyqusizlik paydo bo'ladi. Uzoq muddatli iste'molda uyqu sifati yomonlashadi. Organizm doimiy charchoq spiraliga tushib qoladi. Shakarli energetiklar esa ortiqcha kaloriya va glyukoza beradi. Bu esa vazn ortishi va diabet xavfini oshiradi. Oshqozon va ichak faoliyatiga ham zarar yetkazib, suvsizlantirish ta'siri tufayli, ya'ni siz tez-tez hojatga chiqqaningiz tufayli tanada suvsizlanish paydo bo'ladi. Eng xavflisi esa bu qaramlikdir. Doimo ichsa tanada tolerantlik hosil bo'ladi. Ya'ni bir xil effekt uchun tobora ichimlik talab qilinadi. Ichish to'xtatilganda esa bosh og'rig'i, lanjlik, uyquchanlik va kayfiyat tushishi kuzatiladi. Shu tarzda energetik ichimliklar insonni asta-sekin ularsiz ishlay olmaydigan darajaga olib boradi. Ya'ni siz 30 daqiqada yugurishni boshladingiz. Ya'ni 30 daqiqa yugurishni boshlaganingizda yurak o'sha vaqtda tezlashadi va to'xtaganingizda u ham sekinlashib, o'z me'yorida urishni boshlaydi. Energetikda esa unaqa emas. Siz uni ichganingizdan keyin yurak urish tezlashadi va o'tirsangiz ham, yotsangiz ham u 10-12 soat davomida o'z me'yorida urmaydi. Energetik ichimliklar qaramlik sabablari asosan 3 ta bo'ladi. Birinchisi psixologik sabablar. Energetik ichimliklar asta-sekin kundalik odatga aylanadi. O'quvchi yoki ishchi har safar muhim topshiriq oldida ichib o'rganib qoladi va energetik men ishlay olmayman degan ichki ishonch paydo bo'ladi. Bu psixologik bog'liq vaqt o'tishi bilan haqiqiy ruhiy ehtiyojga aylanadi. Ikkinchi sabab esa biologik sabablar. Kofein va shakar miyaga kuchli dopamin beradi. Dopamin bu baxt gormoni. U odamda quvonch motivatsiya hissini oshiradi. Organizm bu hissiyotlarni qayta-qayta xohlab qoladi va bu mexanizm narkotiklar va sigaretlarga o'xshash qaramlikni olib keladi. Avval kichik dozada ichishni boshlaysiz, keyinchalik odatdagi dozada, ya'ni kichik dozada qoniqmay qo'yasiz va bu narkotiklar va sigaretga o'xshash qaramlik olib kelib qo'yadi. Avval kichik dozada yetarli bo'ladi, keyin esa odatdagi yetarli dozaga ham ta'sir qilmay qoladi. Uchinchi sababi esa bu ijtimoiy sabablar. Ya'ni energetik ichimliklar ko'pincha trend sifatida ichiladi. Ayniqsa o'zimizda Flash, Red Bull, Gorilla va shunga o'xshash ichimliklar. Do'stlar davrasida, sport zallarida yoki ko'ngilochar joylarda hamma ichyapti-ku, mana ham ichsam nima bo'ladi degan ijtimoiy bosim ishlaydi. Ayniqsa yoshlarda bu odat tezroq shakllanadi. Chunki ular o'z tengdoshlariga ergashishga moyil bo'lishadi. Olimlarning ta'kidlashicha, sog'lom inson uchun bir kunlik kofein normasi tana vazni har bir kilogramm uchun 3 mg dan 6 mg gacha. Aytaylik 70 kilogramlik odam uchun bir kunda 210 mg dan 420 mg gacha yetarli hisoblanadi. Bu oddiy til bilan aytganda kuniga 2 finjon toza qahva degani. Lekin odatda kattalarga energetik ichish haftada 1 yoki 2 marta tavsiya etiladi. 12 yoshdan katta bo'lmagan bolalar uchun esa umuman tavsiya etilmaydi. Bu 100% ximikat mahsulot. Tarkibida hech qanday tabiiy ingrediyentlar bo'lmaydi.
Lekin O'zbekistonda ayniqsa 14 va 18 yoshlilar orasida energetiklarni sababsiz ichish juda urfga kirgan va bu holat ularni tez asabiy va oddiy narsalar uchun ham stress bo'lishiga olib keladi. Energetikka qaram bo'lib qolganlikning asosiy belgilari qo'l va oyoq uchlarining muzlashi, holdan ko'p toyishi, lanjlik, yurakning tez-tez sanchib turishi, har kuni energetik ichmasdan tura olmaslik eng katta ko'rinishlaridandir. Agar siz ham energetikka bog'lanib qolgan bo'lsangiz, Telegram kanalimda energetika qaramlikning oldini olish uchun qo'llanma yuklaganman. O'qib chiqib o'zingizda sinab ko'rishingiz mumkin. Telegram havolasini pastdagi opetsiyada yozib qoldiraman. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha, xayr. Olindi bor.